3 ta nam havo oqimi O'zbekistonga kirib kelishi mumkin. Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati hududlarida juda ham ko'p yog'ingarchiliklar, hattoki 15-20, sariq rangli hududlarimizda esa 50 mm, 30 mm, 40 mmli yomg'irlar yog'ib o'tishi mumkin va Toshkent viloyati tog'li hududlarida hattoki 100 mm ga yaqin 10 kunlikda bu qor bo'ronlar degani bu hududlarda qor yog'adi. Yarim metrga yaqin qor ulashishi mumkin mana shu tog'li hududlarga. Bug'doyga amofos sololmagan fermerlar uchun RG Agrodan Rossiyaning suyuq amofosi. Bunaqasini boshqa joydan topolmaysiz. Assalomu alaykum. Efirda dehqon va fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlari. Erkin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, o'tgan haftamiz aytilgandek quruq bo'ldi va mana ko'ryapmizki, kelayotgan hafta yog'ingarchiliklar bor ekan. Albatta mana yurtimizda ko'plab joylar duo qilindi. O'zi vaziyat qanaqa? Bir xursand qilib qo'yaylik endi kuzatuvchilarni. Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Mana shu oxir mana yashil ranglar ko'rinyapti. Bu o'zi kuzda ham bo'lishi kerak edi. Afsuski qanaqadir mana shunaqangi vaziyat bo'lmadi. Mana 4-5 dekabr kunlari uchun O'zgidrometning o'zi ham ayni mana shu Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyati hududlarida sepalab biroz juda kam yomg'irlari, chunki hozir haddan tashqari tuprog'imiz quruq va buni quvvati baribir asosiy qozoqqa chiqib ketadigan bo'lsa, keyin Turkmaniston orqali kichik nimalar yog'adi. Endi ayrim hududlarda sepalab yomg'ir yog'ish nimasi tamoyili va ayrim hududlarda umuman yomg'ir yog'masligi mumkin. O'sha konveksiya deydi, ya'ni changni ko'proq ko'tarilishiga olib kelishi mumkin va 9-10 dekabr kuni mana Italiyadan, Gretsiyadan navbatdagi nam havo oqimlaridan endi biroz ko'proq yomg'ir yog'ib o'tishini aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda kelayotgan 15 kunlikda hech qanaqadir sovuq havo oqimi yo'q. Xuddi bahorning marti boshidagi o'xshagan fevral oxiri xuddi shunaqangi jarayonlar kuzatilishi mumkinligini aytib o'tamiz. Bu endi 1-10 dekabrda kutilayotgan umumiy yog'ingarchilik miqdori. Nima uchun ko'rsatyapmiz? Bu fermerlarimiz uchun juda ham kerak. Ayni kuzgi bug'doyni ekkan, rejalashtirgan, ekib bo'lib kutayotgan namgarchilikni mana 1-10 dekabr kunlari uchun yuqorida aytib o'tgandek ikkita nam havo oqimi o'zidan kattagina quvvatlarni tashlab o'tadi. Birinchi nam havo oqimi 5 mm, birinchi nam havo oqidan shimolda yog'ingarchilik kuzatilmaydi, lekin ikkinchisidan mana 5 mm ga yaqin Qizilqum, Qoraqalpog'iston Respublikasi, mana Xorazm viloyatlarida va asta-sekin mana Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati hududlarida juda ham ko'p yog'ingarchiliklar, hattoki 15-20, sariq rangli hududlarimizda esa 50 mm, 30 mm, 40 mmli yomg'irlar yog'ib o'tishi mumkin va Toshkent viloyati tog'li hududlarida hattoki 100 mm ga yaqin 10 kunlikda bu qor bo'ronlar degani bu hududlarda qor yog'adi. Juda yaxshi tog'larga Qancha qor yog'adi endi? Tog' qo'shilyapti. Endi millimetr hisobida agar aytadigan bo'lsangiz bir yarim metrga yaqin qor ulashishi mumkin mana shu tog'li hududlarga. Birinchi bosqichda ham baribir ko'p bu hududlarda tog' qor yog'adi va mana yashil hududlarimizda ham rejalashtirishlari mumkin. 1 gektarga mana shu 10 kunlikda 200 tonna yashil rangli hududlarimiz. Qishloq xo'jaligi ekin maydonlari bor hududlarimiz. Vodiy viloyatlarida deyarli yog'ingarchilik yo'q ekan. 10 kunlikda Andijonda 0. Ammo ko'plab hududlarda Buxoro viloyati yoki Navoiy viloyati hududlarining ko'plab hududlarida yog'ingarchilik bo'lmasligini aytib o'tamiz. Endi bu 15 kunlik uchun, ya'ni dekabr oyining yarmida kutilayotgan umumiy yog'ingarchilik, yana ham ranglar yorqinlashdi. Ranglar yana ham sariq ranglar ko'payib, qizil ranglar ko'paydi. Endi yashil rangli hududlarimiz qishloq xo'jaligi demak 15 bu degani 25-30 mm atrofida va sariq hududlarimizda 40-50 mm, ya'ni bu Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati, Samarqandning yarmida, Qashqadaryo viloyati, hattoki Surxondaryoning Sherobod tumanlarida ham juda ko'p yog'ingarchiliklar, ya'ni 1 gektarga 400-500 tonna suv hisoblab olishlari mumkin. Fermerlarimiz o'zi hozir bug'doyga 1 gektarga qancha suv kerak bo'ladigan savollar va tog'larimizda yana ham ko'p. Bu 125-150 mm. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, dekabr oyi me'yorga yaqin, ayrim hududlarimizda me'yordan ko'p yomg'ir yog'ishini biz endi o'tgan dasturimizda ham aytib o'tdik. Mana o'sha nima bu umumiy ma'noda 1-15 dekabrda 3 ta nam havo oqimi O'zbekistonga kirib kelishi mumkin va 3 ta nam havo oqimidan hududlarga yog'ishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati, Navoiy viloyati, Buxoro viloyatlaridan bitta nam havo oqimidan yomg'ir tushishi mumkin ekan. Bu 9-10 dekabrlarga qolgan nimada asosiy qishloq xo'jaligi yer maydoni hududlarimizda 3 ta nam havo oqimi ham yaxshigina yomg'irlari berib mana Samarqand hududlari. Tojikiston va Qirg'izistonda ham yaxshigina yomg'irlar bo'lar ekan. Qirg'izistonda ham juda ham ko'p yomg'ir, mana shu 100 mm ga yaqin, 40 mm ga yaqin va vodiyda endi 3-chi nam havo oqimidan ikkita nam havo oqimidan deyarli yomg'ir yog'di. 3-chi nam havo oqimi Andijon viloyati sharqiy hududlariga juda ham ko'p. Bu juda ham ko'p degani 30 mm ga yaqin. Endi bu kuzdagi yo'qotishlarimizni qisman qoplaydi. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. Ya'ni dekabr oyiga hozir mana shu manzara dekabr oyining me'yori.
Ha, me'yori. Me'yori hozir mana shu me'yori va me'yordan biroz kamroq ayrim hududlarimizda. Hali ham kam. Shuni hisobiga endi baribir keyingi dekabrda, umuman dekabrda bir 4 ga yaqin, 5 ga yaqin nam havo oqimi. O'zi ob-havo qanaqa? Sovib ketadimi? Me'yordan sovib Yo'q, ketadimi? juda sovuq yo'q dekabrda. Issiqroq. Kuchli -10lik kechqurunlar tushib ketadigan sovuqlar yo'q. Lekin ayrim hududlarda nam havo oqimining oxirgi bosqichlarida 0 darajaga tushganda qor yog'ish hodisalari bo'lishi mumkin. So'rayotganim ko'pchilik hali sug'orolmagan dehqonlarimiz ham bor va Mana mana shu yomg'irlar bilan yomg'ir, kun isib tursa, xudo xolasa ancha bug'doylar tuplab olardi. Va oxirida endi baribir ko'pchilik savol beryapti, bu qizil ranglar El Niño'lar. Menimcha ko'pchilik kuzatuvchilar bilib oldi, La Niño'da quruq bo'ladi bizda kuz-qish mavsumimiz, El Niño'da kuz-qish mavsum bahorimiz namgarchilik bo'ladi va Oq bu neytral so'rimi? ha, oq mana hududlar neytral, man o'zgarmagan va mana shu ko'rinyapti. Mana biz bu yil juda ham kuchli La Niño davridamiz, quruq davridamiz va keyingi yil El Niño, keyingi yil yana bitta La Niño bo'lyapti, keyin yana bitta neytralga chiqib yana past. Ya'ni nima uchun ko'rsatyapman? 2027 dan 2033-yilga qadar 3 yillik, 4 yillik orqama ketib qurg'oqchilik bilan bog'liq vaziyatlar bo'lishi Ora-oralab ekan. demak, to'g'ri. Ora-orada El Niño'lar yo'q ekan va bu endi Nature jurnali olimlari ingliz, koreys hamda Xitoy olimlarini endi Nature jurnali bilamiz, tabiat jurnali dunyodagi eng durdona Birinchi o'rindagi. tadqiqotlari, maqollari o'zida chop etadigan jurnal va mana shunda ko'rsatyapti 2100-yilgacha bizga asosan baribir uzoq muddatli strategik rejalar tuza olishimiz uchun mana shu 2033-yilga kelibgina 2033-yilga kelib super El Niño kuzatilishi mumkin ekan va undan keyin biroz yaxshi, ya'ni 32-35-yillarimizda ko'proq yomg'irlar bo'lib, mana shu qanaqadir qishloq xo'jaligiga yaylovlarimizda o't o'lanlar, lekin mana oraliqda 3 yil, 4 yillikda bu 2028-2032-yillar orasida kuz-qish mavsumlarimiz quruqroq o'tishini aytib o'tish mumkin bo'ladi. Demak, Erkin aka rahmat ko'rsatuv uchun. Albatta, kuzatuvchilarimizning fikrlari biz uchun juda ham muhim va qiziq. Ayniqsa tanqidlarni ayamasdan yozaveringlar, faqat haqorat qilmasdan. Va biz shu tanqidlarga ko'ra, sizdan fikrlaringizga ko'ra keyingi ko'rsatuvlarimizni tayyorlaymiz. Bu safargi ko'rsatuvimiz iloji boricha qisqa bo'ldi, chunki ko'pchilik o'zi yog'ingarchilikni kutayotdi. Meni xursand qiladigan xabarlar ham bo'ldi. Va bizni kuzatishda davom eting. Erkin aka rahmat. Sog' bo'linglar.